Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmetli televizor ko'rguvchilar. Islom va hayot nomli programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men programma riyosatchisi Abdulahad Ujat. Bugungi programmamizning aziz mehmoni ustoz Mahmudjon Damollam. Mahmudjon Damollam qimmatli vaqtlarini chiqarib programmamizga kelganliklari uchun rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Hörmetli qarindoshlar, bugungi programmamizda islomda nikohning yoki oila qurishning maqsadi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Programmamizni boshlashdan burun bizning bu temani nima uchun tanlaganligimiz haqida qisqacha tushuncha berib o'tishni to'g'ri topdik. Bizning bugungi bu temani tanlashdagi asosli maqsad Sharqiy Turkiston ulamolar birligi tarafidan har hafta payshanba kunlikda davomlashtirib kelayotgan xalqqa yuzturana shar'iy maslahat berish va savollarga javob berish jarayonida turmush qurib mas'uliyat egasi bo'lganligini bilib bo'lolmagan, farzand yuzi ko'ribmi, ota yoki ona bo'lolmagan nurg'un ayollarni uchratdik. Hatto bir qancha yillik baxtli turmushdan keyin duch kelgan ozg'ina qiyinchiliklarni yengolmay oilani vayron qiladigan ahvollarni yana texmi afsuslanarli yeri shuki, ba'zi vaqtlarda bolalar buning qurboni bo'lib, bolalarning kelgusi vayron qilayotgan ahvollarni his qilayotganligimiz uchun bu temani tanlashni muvaffaq ko'rdik. Inshaalloh manfaat bo'lgusi hurmatli domlalar, endi islomda oila qurish yoki nikohlanishning asosli maqsadi nima? Bu haqda ma'lumot berib o'tgan bo'lsalar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi ceale minel ma'i beşera. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard. Ja'ilil melaiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve thulâtha ve ruba'. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en-nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Qarindoshlar, bu İslamdaki aile qurish masalasi alohida muhim. Har qanday bir musulmon alohida diqqat qilishi tegishlik. Nurg'un axloq adablar ustiga qurilgan, nurg'un buyuk g'oya maqsadlar ustiga qurilgan cho'ng katta ulug' bir masala. Allah Qur'oni Karimda bu va'daning naqadar muhimligi, naqadar zarurligini bayon qilib, masalan, payg'ambarlar qarta va iz akhadna minan nabiyyina mithaqahum deb kelib, oxirisi nim degan desa, 5 payg'ambarning ismini sanab, uningdan keyin va akhadna minkum mithaqan ghaliza deb bayon qilgan. Ya'ni sildim biz naiti zo'r va'dini, ig'ir mas'uliyatga mujna va'da aldoq deb bayon qilgan. Ayollar haqida-cho, nikoh haqida-cho desa, va akhadna minkum mithaqan ghaliza degan ikki xil lafzni o'xshash ishlatib. Buningdan bu nikoh masalasiningki, nikohga bergan va'dininki naqadar ig'irligi, zo'rligi, mas'uliyatning naqadar yuqori ekanligi chiqadi. Endi islomdagi nikohninki maqsad va g'oyasi haqida to'xtalsak, bu haqda buni asosli 4-5 g'oyaga ixchamlash mumkin. Eng birinchi g'oyasi bu Allah subhanahu va taolo bütün maxluqlarni dunyoda bu shunday jup qilib yaratgan. Albatta zavj degan so'z Qur'oni Karimda 81 yerda takror kelgan. Demak, eng birinchi maqsadi ayol o'tirisidagi mehr muhabbatning bo'lishi, o'zaro kuyinishning bo'lishi, mana bu to'y qilishdagi birinchi maqsad, birinchi g'oya. Allah Qur'oni Karimda wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun deb bayon qilgan. Bu oyatning mazmuni Allah subhanahu va taolo o'zining qudratlarini, o'zining naqadar ulug'ligini bayon qilib, bir necha oyatda mushning oldidimi va buningdan keyin bayon qildi. Mush qudrat, yani Allah'ның birligi,
ve barlığı Allah subhanahu ve ta'ala'nın ne kadar kattırığa dalalet kıldıgan, şunu uqturup birdigan delil paketlerinin qatarıdın Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki sizlarning üzəңildən, yani Adem aleyhisselamdan Adem aleyhisselamның ayali bo'lgan Havva anamızınço yaratib berganligi. Buni andın ayg'idillam litaskunu ilayha deb bayon qilgan. Aslida lug'at tarafdan litaskunu indaha degan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bunda qarashqa. Nima uchun mushuna litaskunu ilayha deb ila degan so'zni ishlatgan desa, olimlar temilu ilayha degan ma'noni ifodalash uchun dedi. Yani sizlar o ayollarga mayil bo'lishinglar, ularni yaxshi ko'rishinglar, shularning endi birga bo'lgan vaqtingizda ko'nglingizning rohat tepishi, ko'nglingizning xotirjam bo'lishi uchun shuncha sizlarga ayollarni o'zingizdan yaratib berdik deb shunday degan. Uningdan keyin vajala baynakum mawaddatan va rahma. Yani bu yerda sizlarning orangizda o'zaro kuyinish, o'zaro birsi-birsini yaxshi ko'rish, o'zaro birsi-birsini suyishdan iborat mushinimi Allah subhanahu va taala cho sizlarning vujudingizga bekitib etgan, qo'ygan dedi. Demak, uning ayg'idan inna fi zalika la ayat deb bayon qildi. Asli bu Adem alayhissalomga o'zining ayolini yaratib berishi bu bir oyat-ku bu odatda. Yani bir hujjat, bir paket Allah'ın barlığı, ulug'ligi, kattalığıga. Nima uchun oxirisi borib la ayat dedi desa, bu er ayol o'tirisidagi munosabatda yolg'iz birlam dalil emas, Allah'ın bar birligiga dalolat qildigan, balki nurg'un dalillarningki bunun qatoridan o'zaro kuyinish, yaxshi ko'rish, bolalarning tug'ilishi, avlodning ko'payishi, dunyoning gullanishi, taraqqiy qilishi nurg'un mavzu, nurg'un oyat, dalil paketlar mushu er ayol o'tirisidagi munosabat ustiga qurilgan bo'lg'achqa, shuni Allah subhanahu va taala shu la ayat deb bayon qildi. Demak, bu eng birinchi g'oyasi mana bu o'zaro kuyinish, muhabbatning bo'lishi. Shu olimlar deydi, ba'zi olimlar masalan yoki ba'zi insonlar er ayol o'tirisidagi munosabat faqat masalan dunyoni gullantirish uchun avlod ko'rish deydi. Avlod ko'rish desa, erlardan bo'lsin yoki ayollardan bo'lsin tug'mas erlar bor, tug'mas ayollar bor. Unda bo'lganda ular to'y qilmaslik kerakmi, emisi bolasi bo'lmagan ekan, yo tug'anmagan ekan desa, yo'q. Ularmi uchun to'y qilish kerak. Ularmi to'y qilsa, chuqum ikkisini o'tirisida, er ayol o'tirisida muhabbat, mehr muhabbatcho tepiladi deb bu alqa to'y qilishning g'oyasini faqat avlod ko'rishga ham qisqartish yoki shundaqlam tushunib olish bu to'g'ri emas deb bayon qildi. İkinci to'y qilishdagi asosli maqsad g'oyalarning biri Allah subhanahu va taala har bir insonni yaratgan tabiiy har qanday bir sog'lom insonni ba o'zining havasini qandirish. O'zaro halol yo'l bilan er ayol birsi-birsidan cho lazzatlanish, birsi-birsiga bo'lgan havasini qandirish. Bu vaqtda Allah subhanahu va taala famastamta'tum bihi minhun faatuhunna ujurahun deb bayon qilgan. Demak, o'zaro birsi-birisining havasini halol yo'li bilan qandirish mana buncha er ayol o'tirisidagi yoki to'y qilishdagi asosli buyuk g'oyalarning biri. Chunki halol yo'l bilan qandurmaganda harom yo'l bilan qandirish kelib chiqadi. Tabiiy holda harom yo'l bilan havasni qandirishning o'zi Allohning g'azabini qo'zg'aydi. Allohning g'azabi qo'zg'algandan keyin bu banda Allohning rahmatidan qo'g'ilib davzax kirishga o'zi mubtalo bo'lib qoladi. Shuning uchun halol yo'l bilan o'zining havasini qandirish mana bu to'y qilishdagi ikkinchi g'oya deyishga bo'ladi. To'y qilishdagi uchinchi bir g'oya nima desa, bu dunyoni gullantirish uchun avlod qoldirish, nasl qoldirish. Mana bu vaqtda Allah subhanahu va taala vallohu ja'ala lakum min anfusikum azwaja va ja'ala lakum min azwajikum banina va hafadatan va razaqakum min at-tayyibat deb bayon qilgan. Yani Allah subhanahu va taala sizlarning o'zingizdan ayolingni yaratib berdi. Yani Adem atamizga Havva onamizni yaratib berdi. Bundan keyin bularga yani er ayollik munosabat qurilib bu ikkalarning o'rtasida insonlar ko'paydi.
Bu köpeygan insonlar uchun o'zaro to'y qilish orqali sizlarning orasida nima qilib berdi deydi desa, Vallohullazi ja'ala lakum min anfusikum azwajan va ja'ala lakum min azwajikum banina va hafada va razaqakum minat tayyibat. Ya'ni sizlar uchun o'g'illarni va navrlarni, ya'ni hafada degan so'zning tafsiri haqida mufassir olimlar har xil bayon qilgan. Ba'zilar qiz qarindoshlar masalan degan, ba'zilar xizmatchilar degan, ya'ni nurg'un olimlarcho va hafada hafid deb arab tilida odatda o'g'ilning bolalarini hafid deb ataydi. Ya'ni bu banin degan gapkicho hafada degan so'zni odatda bularning bolalari, ya'ni navrlarni yaratib berdi deyish birisi-birisiga moslashadi. Demak, mana bu farzand ko'rish, to'y qilishdagi, nikohlanishdagi g'oyaninki 3-inchisi deyishga bo'ladi. Yani 4-nji bir nikah qilishning g'oyasi, maqsadi nima desa, o'zaro insonlar o'rtasida ijtimoiy munosabatning quyuqlashishi, ijtimoiy munosabatning qurilishi. Mana bu Alloh subhanahu va taolaninki qudratlarininki qatoridan. Allah yana bir oyatda va huvallazi xalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban va sihra deb bayon qilgan. Demak, Alloh subhanahu va taolo suvdan iborat, manidin iborat mushundaq arzimas bir suvdan insonni yaratdi. Bu insonni çok keyin har xil urug' tuqqan, qudvaja mushundaq qildi deb Allah o'zining qudratini bayon qilish babida buni shu alohida bayon qilgan. Buni 4-nji maqsadi deyishga bo'ladi. 5-nji yana bir maqsadi nima desa, mushunda halal yo'l bilan nikohlanish orqali Allah subhanahu va taolo bütün insonlarning axloqini saqlash, jamiyatninki buzilishi, shiriklashishi, haromning tarab ketishining oldini olish, mana bu nikohninki 5-nji maqsadi deb qarashga bo'ladi. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom hadisda masalan İza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid deb bayon qilgan. Sizning yananglığa, yani qizning ota-onasiga xitob qilingan so'z bu. Sizning yananglığa, siz uning diniga, axloqiga rozi bo'lgan yaxshi odam qizinglarni talab qilib kelsa, bu odamga cho'q qizinglarni beringlar, to'yini qilib qo'yinglar ularning. Agar ular unda qilmasanglar, har xil banalni qilib to'yini qilishni rad qilsanglar, bermasanglar, bu chaqda zaminda fasodchilik, axloqsizlik, chiriklik yuz berdi deb bundan ogohlantirgan. Demek bunundan başqa Qur'oni Karim qarsak ve shundaqli Payg'ambar alayhisolamning sunnatlari qarsak, nurg'un g'oya maqsadlar chiqadi. Mesela Müslüman aile bina qilish bunun maqsadlaridan birini chekirdi. Tabii. Odatda juğlasak naayatda nurg'un g'oya maqsadlar chiqadi. Lekin mushuning bilan biz vaqt munosabati, ya'ni nurg'un masalalar bo'lg'ashqa, mush asosliq 5 maqsad deb nima qilsak, qisqarsak, mush 5 maqsadga tabiiy holda shunda axloqliq, dindor, axloqliq odamlar turmush qursa, bu orqali islomiy jamiyat, islomiy oila kelib chiqadi. Oila kelib chiqqandan keyin jamiyat kelib chiqadi. Gullanish mushadan boshlandi. Xo'sh. Yuqorida nikohning asosli maqsadlari haqida to'xtalib o'tdik. Hamda haqiqatan to'y qilish jamiyatning eng asosli bir qismini tashkil qiladigan oilaning boshlanishi bo'lib, to'y qilgan kishilar o'ziga munosabatlik bir majburiyatni ado qilgandek ko'rsimi, amaliyotda bu masalan jamiyatningki asosli tashkil qilinishi, jamiyatning kuchayishi degandek nurg'un yana muhim nimalari bor, buning foydalari. Çünkü hem de bu aile qurish olsa jamiyatning asosli bir nimasi, bir parchasi, bunun hech qanday bosh tortqili bo'lmaydi. Shunga ham de mushundaq ailedan iborat muhim bir muassasani qo'g'dab qilish, buni baxtlik aile sifatida davom qildirish uchun nimalarni qilish kerak? Bunida masalan qandaq yani sabablar bo'lganda, yani qandaq ishlarni qilganda bu shuni saqlab qolgani bo'ldi. Bu haqda qisqacha ma'lumot bersizlar. Demak, yuqorida to'y qilishning maqsad g'oyalari haqida to'xtaldik. Bu nihoyat buyuk g'oya, buyuk maqsadlar. Hammasi amalga oshishi uchun hamda bir nimalar. Bu maqsadlarni biz qanday qilgan vaqtda ayol vujudga chiqara oladi, o'zining amaliy hayotida, kundalik turmushida o'zlashtira oladi.
desa, eng birinchi bo'lib er ayol ikkilisiga, xususan erga nisbatan ayolni tushunish, ayolga nisbatan-cho erni tushunish. Qaysi tarafdan tushunish desa, birinchi bularninki Alloh subhanahu va taolo er ayolning vujudiga bekitib etgan ma'lum mijoz tabiat va bu tarafdan tushunish. Yana birga buning axloqini tushunish, mijozini tushunish, mushundaq yaxshi go'zal tushunish vujud turmushda bo'lsa, vujudga chiqara olsa, er ayol baxtli yashay oladi. Shariatninki bekitgan to'ydagi g'oya maqsadlarini vujudga chiqara oladi. Agar yaxshi tushunish bo'lmasa, bu chaqda ishkilisi baxtsiz bo'lib qoladi. Nima uchun? Nima uchun tushunish zarur desa, biz eng başta masalan er bo'lish sifatimiz bilan bütün erlar Peygamber aleyhisselamның hadisi orqali ya Allah subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda ayollar haqida qilgan so'zlar orqali ayolni tushunish kerak. Masalan Qur'oni Karimda ayolning naqadar hissiyatchan, naqadar ansiraydigan har doim qo'rqaydiganligini Allah subhanahu va taolo bayon qilib, masalan Musa aleyhisselamның anası haqida balni hayat qilish uchun dengizga suvetga sarib tashib etdi masalan. Lekin mushundaq qilgandan keyin chidamay alohid bir aram bulaqliq hamda. Alohid bir aram bulaqliq. Buningdan ayolni tushunishda ayolning qalbining cho noiti nozik ekanligi. Har davom bir xil ansirash. Ayolning mijozida mush turmushim qanday bo'ladi deb ansirash va balamni qanday qilaman deb ansirash va yerim ya sirt qarab qolyapman deb ansirash va bu tarafınca Allah'ı tushunish kerak er kishi. Ikkinchi yana bir tushunishga tegishlik masala nima desa, Payg'ambar alayhisalom ayolninki ikki xil kamchilligi, ya'ni bu kamchillik bizning qarashimizda shuna kamchillik. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularning vujudiga bekitib etgan kamchillik ham bu. Bu tabiiy fitrati bor. Shu bu ayollarga nisbatan buni deyishning o'zi kamsitish emas. Kamsitish emas. Qat'iy kamsitish emas. Peygamber aleyhisselam bir hadisda heyit namazı o'qib, buningdan keyin erlarga nihoyat vaz nasihatlarni qilgan, ayollarning yaniga beribmicho vaz nasihat qilgan. Vaz nasihat qilib, sizlar ko'p sadiq qilinglar, sizning ko'p qisminglarni men davzax ahlidan ko'rdim. Ayollarning ko'p qismi davzax kirdi ekan. Degandan keyin ayollar cho nayt bu nima gap hamda qanday bo'lib biz ayollar davzax ko'p kirimiz jiq kirdigan do'q deb buni Payg'ambar alayhisalomdan so'rgan. So'rgandan keyin Payg'ambar alayhisalom bularningki kamchilligini bayon qilib, bular birinchi kamchilligi yakfurnal ashir. Yakfurnal ashir degan er ayol o'tirisidagi netjillik, yaxshi munosabat, yaxshi turmushga darhal tiz tenish. Darhallamcho tiz tenib, hadisning oxirisida hatta agar sizning biringlik ularga zaman bo'yi yaxshilik qilsa, undan keyin sizdan bir narsani ko'rib qolsa, zarrachilik yomonlik ko'rsa, zarrachilik kichkinam yomonlikni ko'rsa, bu ayol qo'pab nima deydi desa, men sendan qatma ra'aytu minka xayran qat deb menda javob berdi dedi. Sendan men yaxshilik ko'rmadim deb mushundaq javob berdi degan. Demek buningdan ayolning-cho kichikram ishqa ochchig'ining tiz keldiganligi. Tiz kelgandan keyin ondan netjillik yaxshi turmushni darhol unutib 5 minutning ichida shuning bilan ergijo g'urur tig'digan yoki hatto tillaydi deb bashadasning o'zida. Va yukfirna la'n degan. La'n degan nima degani desa, voy sen anda sen manda debcho erin tillab ketishimdi, qabulab ketish. Mana bu ayolning ochchig'ining naqadar tizgildiganligi. Bu o'zining ochchig kelib qolganda o'zini qat'iy tutib olmaydiganligi. Bu kamchillikni-cho er kishi buni tushunish kerak. Mushuni tushungan vaqtda ondan ayolimning hozircho ochchig kelib qopti deb umid Abi Zarning deyma bir vaqalik bor ekan degan gapi o'zining ayoliga. Bu kishi agar mening achchig'im kelib qolganda sen mendan darhol kechirim so'rab, mendan
ütüp ötüşini talep qilgan. Sening achchig'ing kelib qolganda men ashuni talab qilay, men ütüp etken deb va illa fala nastahib deb aylanib ketgan. Agar unda qilmasak biz bizni rozi qilib, ütüp ötüşini talab qilib, manda yashamasak birga yashayolmaymiz degan deb bunda rivoyat qilindi. Bu bir kamchilligi. Yana bir kamchilligi, yani deyishlik. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda ma ra'aytu naqisati aqlin va din min ihdakun deb ayollarni cho aqlning nait, yani aqlsiz, aqlda bir kamchillik va bir ozlik va deganligi dot degan gap emas. Ya'ni ayollarning cho ochchiq kelib qolgan vaqtda aqli bo'yicha ish qilmay, buning oqibati qanday bo'ldi, ma qilgan ishning demay, darhol cho hissiyat bo'yicha, o'zining mijoz bo'yicha ish qilib qolganligi uchun shunga sizning cho ko'p qismlarning shunda aqlingizda kamchilik va shundaqla diningizda kamchilik degan. Degandan keyin ayollar qo'pab hayron qilib, "Ya Rasululloh, qanday aqlimizda kamchilik bo'ladi, dinimizda kamchilik bo'ladi? Aqlimiz shunday saram bo'lib qolmasak ya?" deb mushnaq degandan keyin payg'ambar alayhisalom bularga asiltib, "Sizning birovning guvohligi akishnikiga o'xshamaydi emasmi? Ikki ayol bo'lish kerak. Bir akishi bo'lsa, u guvohlik yaraydi, lekin ayol kishidan-cho guvohlikda ikki bo'lish kerak. Mana bu aqlingning kamligi. Nima uchun desa, shu vaqtdagi oyatda deydi, "Fatuzakkira ihdahumal ukhra" deb. Birisi-birisiga ikki ayol bo'lsa, bular asiltido deb. Yana birisi diningning kamligi, sizlar haz ko'rib qolgan vaqtda namoz o'qimaysizlar, Ramazon tutmaysizlar emasmi? Mana bu dinning kamligi degan. Bunda deganlikning o'zi bu ayollar masalan qiyomat kunidagi mukofot azob qolamdi bu sababdan. Masalan yaxshi qilsimi desa unda degan gap emas. Az ko'rash desa Alloh subhanahu va taolo ayollarga bekitib etgan, ayolning fitratiga, vujudiga bekitib etgan bir ish bu. Az ko'rmagan xotin kasal xotin ham bu. Saq ayolninki odat nima desa, az ko'rashmish dunyodagi. Uni az ko'rmagan xotin tug'maydi masalan. Odatda. Az yigitda so'g'an xotin tug'maydi, bola ko'rmaydi. Nikohning maqsadini vujudga chiqarim bo'lmaydi. Lekin mushuncha payg'ambar alayhisalom dinninki bir az kamchilligi deb e'tibor qilgan. Shuning uchun ayolni tushunish eng zarur hamdi. Yana ayolning tabiatida tushunishga tegishlik yana bir ish nima desa, payg'ambar alayhisalom masalan ayollarningki axloqini bayon qilib, "Wastawsu bin nisa'i khayra" deb kelib, shu hajjatul vidoda nima degan desa, ular qo'rg'udan yaratildi. Agri qo'rg'udan yaratilgan. Qo'rg'uning eng agri qaysi ustidikisi deydi. Shu ustidagi eng agri qo'rg'udan yaratildi bular. Agar sen uni tuzlayman desang, sen uni sundirsan. Agar sen uning bilan yashay desang, shu bitib har davomchi mush agirligi buning bilan ba degan. Ashunda deb bo'lib yana "Vastavsu bin nisa'i khayra" deb shu hadisning oxirisida shu ashuni bayon qildi. Demak, inson agar har qanday inson men zot o'zim xiyol qilgandek, o'zimning ko'ngildagidek, orzuyimdek xotnasam bo'ladi. Ya shunda xotin bilan yashsam bo'ladi desa, ma dunyoda o'linma surunda adam. Xo'sh. Unda adam o'linmay, yaxshi ish bilan o'lib ketib, asta qiyomat kuni jannat kirgan vaqtda hurul aynlar ashadam o'ylagandek, ayda qattiq xalq qilmaydigan, nimdis qildigan ishni shu chaqda ko'rdimda. Agar mush dunyoda har qanday bir odam to'y qilib, men bir ayol bilan birga yashay, bola ko'ray, turmushimda xotirjam yashay desa, chuqur ash payg'ambar alayhisalomning bularning aqli qisqa deganlarini, bular agri qo'g'udan yaratilgan deganlarini, bu ayollar har davom net zaman qilgan yaxshilikni darhol unutib qoladi. Darhol sendan qat'iy yaxshilik ko'rmadim deganlarini-cho aslab yashash kerak. Alloh subhanahu va taolo shuna yaratgan bularni. Shuni aslab yashagan vaqtda ayol bilan bo'lgan muomalada-cho andin eg'ir basig'lik bilan, sabrchanlik bilan, ularning ba'zi kamchiliklarini ko'masga selish bilan yashsa inson xotirjam baxtli yashay oladi. Unda bo'lmasa desa, yuqoridagi maqsadni vujudga chiqarish mumkin emas. Misali bo'lib olsa, manda bo'lsa, anda bo'lsa, zat mening ko'nglimdagini tafsirati deb muomala qilyapsiz-ku. Maqsad vujudga chiqmay, balki bunda odam hayotini shu o'qitini olib, uni qo'yib o'tib, buni olib, ani qo'yib o'tib,
mujna yaşaydigan iş. Rahmat sizlar vaqtlarni chiqarib kelganlik uchun. Allah razı olsun. Hörmətli televizor görgüçülər, bugünkü İslam və Həyat namlıq proqramımız bu şəkildə axırlaşdı. Yenə başqa proqramlarda görüşmək ümidi bilən həmlərini Allah Taala tapşırdım. Xeyirli, xoş, aman bulunlar. Vəssalamu aleykum və rahmetullahi və berekatuhu.